Assalomu alaykum muslimalarim. Bugun biz sizlar bilan oson va qulay hammani uyida topiladigan masalliqlardan baqlajonli salat tayyorlaymiz. Buning uchun bizga 3 ta o'rtacha kattalikda baqlajon, rayhon, 2 ta katta piyoz kerak bo'ladi. Baqlajonni katta qilib to'g'rab olamiz. Keyin bir cho'mich yog'da qizartirib, hamma tarafini qizartirib pishirib olamiz. Ozgina tapga ko'ra tuz solamiz. Shunaqa qizil rang bo'lgandan keyin alohida idishga solib olamiz. Keyin baqlajon qovurilgan yog'da piyozimizni ham qovurib olamiz. Piyozni to'rtburchak qilib to'g'rab olganman. Keyin rayhon barglari 20 dona rayhon barglarini solamiz, to'g'rab olib mayda qilib. Keyin 2 qoshiq tomat soldim. Keyin quritilgan chesnok, kashnich urug'i, maydalangan kashnich urug'i soldim. Yaxshilab aralashtirib 5 minut ustini yopib dimlab qo'yamiz. Tuz solamiz oldin. Keyin 5 minut ustini yopib dimlab qo'yamiz. Piyozlari sal pishishi kerak. Idishimizga endi boya qizartirib olgan, pishirib olgan baqlajonlarimizni solamiz. 1 qoshiq soya solamiz. Keyin pishirib olgan piyozimiz pishib chiqdi. Piyozimizni solamiz. Juda ham oson bu. Keyin aralashtiramiz. Yaxshilab aralashtirib olamiz. Tayyor bo'ldi. O'zingizlar xohlagandek bezay berib dasturxonga tortishingiz mumkin. Yoqimli ishtaha. Tayyorlab ko'rishingizni maslahat beraman. Menimcha hammani uyda topiladigan masala. Hozir yozda baqlajon ko'p paytda pishirib ko'ringlar. Yoqimli ishtaha.